Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari va kanalimizga endigina tashrif buyurgan hurmatli mehmonlar. Barchangizni ushbu videoda ko'rib turganingizdan juda ham xursandman. Sababiki bundan bir necha yil oldin hijama amaliyoti to'g'risidagi bitta videorolikni tayyorlagan edim. Ana endi bugungi videorolikimiz mana shu hijama jarayoni amaliyotda qanday tatbiq qilinadi, qanday qo'llaniladi. Ko'pchilik kommentariyga yozyapti, bu og'riqli emasmi? Degan yoki qo'rqinchli emasmi? Qo'rqinchli ham qaysi ma'noda? Xavotirli holatda umrida hijama amaliyotini olmagan bemor qo'rqishi tabiiy. Shunday ekan bu hech qanday og'riqli deya olmayman, lekin har holda ozgina biz ham og'ritadi. Hech ham qo'rqinchli xavotirga o'rin yo'q, lekin shuni olganingizdan keyin shunaqangi yengil o'zingizni his qilasiz. Shunday ekan videolarimizni kuzatib boring, podpisatsiya bo'ling va ko'proq like bosishingizni so'raymiz. Demak, videorolikni boshladik. Birinchi mana orqa miya bir ikki umurtqalari, keyin yelkalari, keyin bu kurak sohasini pastki tomonlari. Bu yerda yengillatib olamiz, keyin belga tushamiz, o'g'li. O'tgan safar ancha nima qilganingizdan keyin 2 yil bo'lib qolibdi bunga. To'g'ri, Zaynab. O'zi sochini shunday kalga oldirib tashlash niyatim bor. Unda zo'r bo'lardi-yu, shunaqa qilamiz-da. Hozir 5 daqiqa dimlab qo'yamiz endi. Ozgina mana shu joylarga yeb olsa, undan keyin skatni teshib qo'shib olamiz. Temperatura yaxshimi yo suzib tashlab qo'yamiz bu narsa? Yo'q, normal. Qanday yaxshimi? Bugun kuniga payshanba, sunnatga muvofiq dushanba, seshanba yoki payshanba kuni hijama qildirgan yaxshi deb hadisda marhamat qilingan. Shuning uchun bugun payshanba kuni keldim. Lekin ancha xudo xolasa yengil bo'lasizlar. Qimillamay yotib turasiz aka. Qanday holatda chiqyapti? Bo'lsa, asteriya qon bo'ladi, рабочий qon bo'ladi, qon tomirida. Bu рабочий qon yetarli bo'lsa organizmda, asteriya qonlar ishlamaydi, turaveradi. Рабочий qon eskiraveradi. Bu рабочий qonni sal yengillatmasangiz, asteriya qon ishlamaydi, aynaveradi. Shuni yengillatasiz, tanadagi asteriya qon ishlaydi keyin. Qon yangilanadi. Organizm uyg'onadi. Qon ishlab chiqarishlar o'ziga keladi. Qon suyuladi. Qon tomiridagi ortiqcha nagruzkalar, ortiqcha bosimlar ketadi.
Endi ko'proq shu bosh aylanish, bosh og'riq. Endi bir yerda ba'zan o'tirib ishlaymiz. O'shanaqa bo'lib turardi. Undan keyin o'sha haligi o'tgan safar ham bir o'zingiz qo'yib qo'yganingiz narxmi dedi. Chinortaydida. Ha. Qisqacha aytganda bu ariqlarni haligi ro'yxatga butlar tursa suv yaxshi oqmaydi-ku. Bu ham xuddi shunday qon tomirdagi loyqalarni ochib tashlaydi. Qon tomirda qon yaxshi yuradi shu hisobiga. Bu organizmda qon bilan ta'minlamayotgan joylarga ham qon yuradi-da. Biz ancha chiqib qoldi. To'g'ri qolaydi. Video Olyapman. ya ekanga qiladim. Mashq istemoqchi turdim. Ba'zilar peshanadan ham oladi-yu. Chekmadi. Uni foydasi bormi? Chekmay daminasida u. Ana boshdagi bosim kuchayib ketganda oladimi? To'g'ri qismidagi 3 ta tochkaga qo'yamiz va Bu beldagi aylanishga xizmatlanadi. beldagi ilgirija nervlarga Og'risa kerak a. nima deysiz aka? Og'riyaptimi? Sal. Qanday yoqqansiz nima bo'ladi? Boshqa unaqa og'rigan beravermaydi. Akani qitig'lari ham bor ekan desa. Sen asli qitig'i kelayotgan. Og'riqda bo'lyapti. Bak. Olmasa